Vaqtında saqqani qilish kerak degan gap bezda aytilmagan. Saqqani qilish uchun labo olish kerak. Laboni olish uchun Ruslan avtosavdoga kelish kerak do'stlar. Xullas, mashinaning obzorini qilish bizlardan, ko'rib baho berish sizlardan. Mashinamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinamiz ideal holatda turibdi. Olasizlar, haydasizlar, motor hadoylarni javob, zadnimoz korobkalaridan sezlari yo'q. Narxini shkanat narxda 75 milliondan qaytib kelishib beriladi. Naqd pul ikkilamchi kredit, hammasidan savdo qilsak bo'ladi do'stlar. Yine görüşleriniz mümkün, görüp özleriniz baho berasizlar. Labo chag'ila biladi. Yine arka bort taraflari ham lis bilan qoplangan. Xullas 1000 so'm rasxod qilingizlar, olib haydash kerak. 65lik metan gazlar ham ustanfiya qilingan. Yine görüşleriniz mümkün. Shuning labo izlagan yurtdoshlarimiz imkon darajasida tarqatib qo'yishlaringizni ham so'rab qolamiz. Mashinamizning salon qismini ko'rsangiz, salon qismlari ham akkuratni, bo'limini o'rtacha holatda turibdi. Yine görüşleriniz mümkün. Mashinamizning bosib o'tgan masofasiga kelsak, bosib o'tgan masofasi 177 ming kilometr o'zining halol probegi do'stlar. 4 dona o'zining rodnoy balonlarida turibdi. Shuningdek, labo izlagan yurtdoshlarimiz saqqani qilaman degan og'alarimizga imkon darajasida tarqatib qo'ying. Bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun